Hop, bizga savol kelibdi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Videolaringizni kuzatib boramiz. Men choyxona palov tayyorlaganimda yo oshim bo'sh chiqib qoladi yoki tirik bo'lib qoladi. Shunga chiroyli qilib obzor qilib bering. Iltimos. Hop bo'ladi. Agar shu holatda guruch solsanglar, guruchingiz tirik bo'lib qoladi. Shuning uchun guruch solgandan keyin mana xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim guruch solasizlar. Imkon qadar guruchcha suv qolmasin. Hop, tekisliklar. Tekislagandan keyin hop guruch qozondan ko'tarilganini ko'rib turibsizlar, ko'rsating. Hop. Bu yerda suv kamlik bo'pti. Kamida guruchni yarmida bo'lishi kerak. Bunga bunga suv solamiz, qaynagan suv yoki bulyon solinglar, imkon qadar. Shunda oshinglarning mazasi buzilmaydi. Hop. Endi ko'rsatamiz. Ko'rsating. Kamida shu holatda guruchingiz bo'lishi kerak, ya'ni nima deydi? Suvi misol uchun guruch solganinglarda guruch qalinligi shuncha bo'lsa, kamida yarmidan suv bo'lishi kerak choyxona palovda. Shunda parlanish jarayoni 15 daqiqada guruchingiz chiroyli bir tekisda parlanadi. Xudo xolasa 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Eng muhimi bu yerda olovga ham e'tiborli bo'lish kerak. Olovini ko'rsatib qo'ying. Shu holatda 15 daqiqa turadi. Ustini yopamiz. Hop, 10 daqiqadan keyin chetini sal ko'tarib, olovni sal pasaytiramiz. Olovni 1 santimetr qilib qo'yamiz. Yana 5 daqiqa tushimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yuzlarimiz bo'lsin. Xo'p, akalar mana Xudo xolasa chiroyli bo'lib parlanib oldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar parlanmaganda boshida guruchlarni yegandan keyingi holatga o'xshab qolgan bo'lardi. Xo'p, buni endi bismillahirrohmanirrohim deb bir chekkasini ko'tarib olamizda. Aylantirishga ham bog'liq, akalar. Olatirik bo'lib qolishiga aylantirish ham bog'liq. Xo'p, mabodo parlamay qolgan bo'lsa ham cho'chimanglar tirik bo'lib qoladi, xato qilib qo'ydim deb. Uni ham to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bir chekkaga ko'tarib qo'yasizlar-da mana. Bir chekkaga olib qo'yasizlar. Hop. Keyin xudo xolasa tiylarni yaxshilab savzigacha ochib olasizlar. Mana shunday qilib ochib olib, keyin shu parlamay qolgan joyini shundoq yozib yuborasizlar mana shunday qilib. Xuddi ko'rpachani yozgandek chiroyli qilib yozib yuborsanglar bo'ladi. Hop. Keyin bismillohni aytib mana shunaqa chiroyli qilib qo'llarni o'ynatib yaxshilab aylantirib olasizlar. Hop. Bizda ham xato kamchiliklar bo'lib turadi, okalar. Bizning ham ishimiz mukammal yoki biz ham mukammal bilamiz degani emas. Bu ovotash, avvalo Xudo. Biz ham imkon qadar chiroyli va go'zal qilib berishga harakat qilamiz, imkonimiz boricha. Yaxshilab aylantirib bo'lganingizdan keyin chiroyli qilib tekislab olasizlar. Hop, endi suvni tekshirish jarayoni mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qasirda bir 3 sekund ushlab turasizlar. Keyin bitta ko'tarib olasizlar. Mana bu yerda suv qolmagan. Endi bunga suv solamiz. Hop. Taxminan 200 gram suv solamiz. Sizlar imkon qadar tortib solinglar. Bu yangi o'rganayotganlar uchun. Ko'plarning usuli har xil. Endi bizning usulimiz shunaqa. Bu usul osonroq. Shundan zira sepib, yana 20 daqiqaga dimlaymiz. 5 minut parlanadi, shu holatda turadi 5 minut. 5 minutdan keyin pasaytiramiz. Mana shu holatga olib kelib qo'yasiz 5 minutdan keyin. Ha. 20 minutdan keyin ochdik. Oshimizning ko'rinishi bu holatda bo'ladi. Buni yana bitta aylantirib, tuz-tuzlarni ko'rib, guruch holatiga qarab, yana suv berib dimlab qo'yamiz. Bismillah. Birinchi ag'darishda kuchli e'tibor bilan chiroyli qilib ag'darib olsanglar, ikkinchi ag'darishda oson kechadi. Shunda olatirik bo'lib qolmaydi. Asosiysi birinchi ag'darishda.
Tuzini ko'rishda ham ozgina go'sht, ozgina guruch, albatta sabz. Oshimizni tuzi sal pastroq, guruchimiz tetiqroq. Hop, endi tuz berishga keladigan bo'lsak, taxminan yeb ko'rganinglardan keyin ta'bga qarab tuz berasizlar. Pastroq bo'lsa, ozgina bersanglar bo'ladi. Yana 20 daqiqaga damlab qo'yamiz. Suvini tekshirib, suv qolmagan. Taxminan 100 gramcha suv berib, yana 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu bilan xudo xolis oshlarimiz tayyor bo'ldi. Hop. Guruchimizni damlash vaqti umumiy 1 soat. Guruch olganingizdan keyin 15 minut birinchi dam yeyishi. Orada 5 minut ag'darishga vaqt ketadi. Keyingisi 20 daqiqa. Uni orasida yana 5 daqiqa ketadi. Keyin yana 20 daqiqaga dimlab qo'yasiz. O'sha 1 soat, 1 soat 10 minutda guruchingiz chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yetishadi. Hammangizga rahmat. Oshlarimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishini yaqinroqdan ko'rsataymi? Bir xilda xudo xolisa tasma chaynaganda chaynaladigan zachkaga o'xshagan bo'ladi. Bismillah. Telefondan ola-bula bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin kelib yeb ko'rsanglar yoki o'zingiz uyda tayyorlayotganda xuddi shunaqa usuldan foydalansanglar, xudo xolisa oshinglar chiroyli bo'lib, bir tekisda bo'ladi. Oshimiz unaqa qora osh emas, novvot oshi. Mendan omad 100 o'girdi ozgina fursat. Shunda bildim kim dushmanu, kim menga ulfat. Ey mendan 100 o'girganlar, qayting marhamat. Axir menga qaytku yana baxt ila omad.